Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Biz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Amirobod qishlog'iga yetib keldik azizlar. Aziz saxovatpesha xalqim. Mana bir akamiz, Xayrulloxon akamizni jigar serozga chalingan bir akamizni holatlarini ko'rgani keldik azizlar. Ey saxovatpesha xalqim. Mana shu akamizni holatlarini ko'rgani keldik. Bu akamiz 1 yildan beri jigar serozga chalingan ekan azizlar. Baqodir imkon 5000 so'mmi, 2000 so'mmi baqodir imkon ehson qilaylik. Ehsonning mukofoti ehsondir deydilar azizlar. 2 nafar farzandlari bor ekan azizlar. 2 nafar farzandlarini baxt kamonini ko'rishligiga sababchi insonlardan bo'linglar azizlar. Hammalaringdan Alloh taolo o'zi rozi bo'lsin azizlar. Agar ehson qila olmasak azizlar, mana shu videolarimizni ko'rib, qishloq guruhlariga, tanishlarga tarqatib qo'yaylik azizlar. Hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Avvalambor assalomu alaykum qishloqdoshlar. El yurtim hammalarga iltimos qilib so'rayman, shu xo'jayinimga Alloh shifosini bersin. Farzandlarimizni baxti kamon birga ko'raylik ilohim. Hammalardan shifo so'raymiz. Qo'ldan kelgancha hamma yordam berdi. Jinda yetmayapti. Tezlashtirib qo'yishimiz kerak Allohim. Bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin. Farzandlarimiz ham shu ehson qiladigan qatorlarda qilgin Allohim. Nogahon kelsang yonimga, Azroil ko'stiki jonimga, iltimos tegmay tur poklanib borayin Allohim yoniga. Qur'onni tilovat qilsaydim bekorga o'tkazma yoshim. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Shu Amirobod qishloq ahli, mahalla ko'ylar, meni bolam shu kasaldan og'ribdi Allohim. Olam bor Allohim, qolursa qishloq ahlimga rahmat. Meni bolamga yordam beringlar. Men o'lsam birovga qiyinmas, o'ldi deb ko'zlari tiyilmas. Hammaning yodidan chiqsam ham, lek onam ko'z yoshi tiyilmas. Qancha tavba tazarru qilsam ham, gunohlar tark etma. Opajon nech pul ketar ekan xudo xolasa? Endi hozir emakilarimiz, qarindosh urug'larimiz orasida ehson qilganlar bor. Ularga ham rahmat. 10 ming yig'ildi, yana 20 ming ketadi deyapti. Bizniki juda tezlashib ketdi. Kecha ham og'rib qoldi xo'jayinim. Shunga sizlardan iltimos qilamiz. Hammalaringga rahmat. Yana 20 ming ketadi. Shunga yordam bersalaring. Aziz xalqim, mana ko'rdilaring azizlar. Sizlar bilan ko'p bemorlar tuzalib ketishligi sababchilardan bo'lganmiz azizlar. Mana 10 ming mana shu saxovatpesha xalqimiz yaqinlari birgalikda 10 ming yig'ilib yana 20 ming so'ralyapti azizlar. Kelinglar hammalarimiz birlashgan holatda 20 ming dollarni yig'ishlikka tez kunlarda Alloh taolodan so'raymiz. Avvalambor sizni saxovatpeshalardan so'raymiz. Hammalaringdan Alloh taolo o'zi rozi bo'lsin. Ehsonlaringiz o'z dargohida qabul qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.